Python obyektga yo'naltirilgan dasturlash tili bo'lgani uchun Pythondagi hamma narsa obyekt deb hisoblanadi. Har bir obyektning o'z xususiyatlari va metodlari mavjud. Pythonda klass yaratish uchun quyidagicha sintaksdan foydalanamiz. Bu yerda klassni aniqlash uchun klass kalit so'zdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. So'ngra funksiyalarga berganimiz kabi klassning nomini berishimiz kerak. Undan so'ng ikki nuqta va pastidan klassning tanasi yoziladi, ya'ni asosiy kod bloki yoziladi. Klasslar xususiyatlar va metodlardan iborat bo'ladi. Quyidagi misol orqali biz xususiyatlar va metodlarga ega klassni ko'rib chiqamiz. Bu yerda name va processor xususiyatlar hisoblanadi. Start, restart, details esa klassning metodlari hisoblanadi. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, start va restart bu static metod degani, bu metodlar o'zgarmaydi. Ya'ni bu metodlar qayd etuvchi natijalar o'zgarmasdir. Name va processor kabi xususiyatlar esa biz avvalroq o'rgangan funksiyadagi argumentlarga o'xshaydi. Umuman olganda klasslar ham funksiyalarga juda o'xshab ketadi, ammo bu abstraksiyaning bir shakli deb tushunish mumkin. Ya'ni biz avvalroq o'rgangan o'zgaruvchilar, funksiyalar barchasini bir yerga yig'ib turib foydalanishimiz mumkin bo'lgan kattaroq to'plam deb tushunishlaring mumkin. Hozirgina biz ko'rgan kod bu klass yaratish kodi edi. Endi biz yuqoridagi klass uchun obyekt yaratishimiz kerak. Bu yerda laptop klassini chaqirib, uni laptop1 degan o'zgaruvchiga tenglashtirish orqali obyekt olinganligini ko'rish mumkin. Olingan obyekt esa endi laptop1 deb nomlanadi. Bu obyekt orqali biz klassning xususiyatlari va metodlaridan foydalanishimiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz, kompyuter va protsessori avval boshqacha edi. Endi biz yaratgan obyektdagi nom orqali detailsdan qaytyapti. Biz obyekt olgandan keyin nuqta operatori orqali klassning xususiyatlari va metodlariga kirishimiz, murojaat qilishimiz mumkin. Buni yuqorida ham ko'rgan bo'lishingiz kerak. Va biz teng operatori orqali klass xususiyatlariga qandaydir qiymatlarni tenglashtirib jo'natishimiz mumkin. Shunday qilib, Pythonda klasslar qanday strukturaga ega ekanligi, ularni qanday yaratish mumkinligi, foydalanish mumkinligi, ularga qanday murojaat qilish mumkinligi haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldingiz deb o'ylayman. Lekin bu bundan ham chuqurroq mavzu hisoblanadi. Ya'ni bu ancha katta mavzu. Agar siz klasslar qanday ishlashi haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, sizga obyektga yo'naltirilgan dasturlash deb nomlangan narsani qidirishingizni tavsiya qilaman. Bu asosan klasslardan foydalanishga qaratilgan dasturlash strategiyasi hisoblanadi.